Kira bor bolalar, birovga kvartira topishdan Toshkentdan uy olish oson bo'lib ketdi-yu. Oxiri keldimi? Tanimaymiz ustoz. Bitta kursda o'qitib tanimaysizlar. Hey, tanishguncha biror gap qolyapti-da. Guruhda kichigi kim? Jurnalni olib kelsin. O'zimman, kichigi. O'zim olib kelaman. Men o'zim вообще boshqa sohada ishlayman. Bitta bitirganim bilan hech narsa o'zgarmayapti. 5 yil kontrakt to'lab nimaga o'qidim? Shuni bilishcha o'qidingiz-a, kursdosh? Barcha sociologiyada mustaqil ishim o'zib qo'yasiz. Aha, xo'p bo'ladi. Kvartiraga ish buyurib yuboryapsizmi? Kelinim bo'ladi-yu. O zo'ru. Ustoz shu fanlar cho'ta ko'plik qilyapti-da. Sal ozaytirsak bo'lmaydimi? O'zi 5 yilda 10 oygina o'qiysizlar. Balki diplomni ham shunday beraverarmiz. Voy zo'r bo'lardi. Uylarga zavuchli emassizlarda. Esingdanmi birga o'qishga topshirganimiz o'rtoq? Ha, sen o'qishga kirib o'qituvchi bo'lib ketding-a. O'shanda pishiqlik qilmaganingda hozir ikkalamiz dars berib yurgan bo'lardik. Sen qiynamasdan baho qo'yib berib qolgan o'rtoq. Yana pishiqlik qilyapsan-da. Qo'ysang-chi. O'rtoqligimiz hurmatli, ustoz. Bugun o'qishda oxirgi kun ekan, kursdoshlar. Zavuchni o'qishda hamma tomoni zo'ru. Shu endi o'zing talaba his qilishni boshlaganingda tugab qolish yomon-da. Anamalik davrim mening. Zavuchni kursdoshlar, yaxshimisizlar? Ustoz bergan vazifani qilib qo'ymadinglarmi ish qilib? Bolalar shuni hech kim qilib qo'ymasin, ahilligimizni yo'qotmaylik. Suyrisini nima deymiz? Ustoz hayotidan bitta savol berib qo'yamiz, dars oxirigacha tarjimai holini aytib beradilar. Sizlarni urishishga ham odam xijolat bo'ladi. Yoshinglar mendan katta bo'lib yotibdi. Qani qolganlar? Biz hech to'liq yig'ilmaganmiz, ustoz. Bir ikkita kursdoshlarimizni diplom olayotganda ko'ramizmikin deb umid qilyapmiz. Ko'pchiliklar yomon ko'payib ketdi-ku. Hech narsa qildirmasdan diplom berib yuborsa zo'r bo'lardi-da. Hech narsa qilmaslik uchun kontrakt to'lab o'qiydigan faqat biz bo'lsak kerak-a? Valla ertadan 4 oy amaliyot ekan. O, kankas rassaga ishlagan chiqib kelarkanman-da. Amaliyotchi? O'zimiz taktikani qilamiz. Boshida bir marta ko'rinib qo'yib, oxirida borib bechorani yoqsa qo'yib berishadi. O'zi zavchinlarga amaliyot nimaga kerak? Yo'y, balani so'zkaga o'rgatmang. Keyin chiqarib olishga o'zi qiynalasiz. Bermasam yig'layapti-da. Rahmim kelib berib qo'yganman. Qarang, o'rniga rezin o'yinchoq berib qo'ying. Ja bo'lmasa barmoq iz berib qo'ying, bo'ldi. Endi ustoz birinchi bolasidir-da. Bizga o'xshab 2-3tadan keyin o'rganib ketadilar, Barchinoy. Voy ana, darsimiz ham tugadi. Bugungi mavzu hammaga tushunarlimi? Kim kimga dars o'tdi hozir? Oyliging yetyaptimi o'rtoq? Ha, yetib turibdi kreditlarimga. Darsdan bo'sh payt kira qilyapman-da. Xohlasang yonimga o't, qo'shimcha ish qilib beraman. Dars boshlandi. Hey, kech qolmasdan kirgin. O'rtoq, vazifani mendan so'ramay qo'y qolgin, xo'p? Ichkarida men seni tanimayman. O'rtoqligimiz hurmatli, ustoz. Bolalar ertaga o'qishda oxirgi kun ekan. Kursdoshlar yig'ilib bir o'tirmaymizmi? Qo'ysangiz-chi, shuni pulga uyga 1 kilo go'sht olib kiramanmi? Shetdan bola chaqani o'ylaysizlar, O'zi oilanib qaraganda o'qiyapmiz. Qachon pirojxonaga borib yig'ilaylik? Biz ham talabamiz-ku. Zavuchni o'qishda hamma tomoni zo'ru. Shu kursdoshlaring bilan bitta joyga yig'ila olmasliging yomon-da. Anamalik davrim mening, davronlarning zo'risan. Dadasi, yangi ko'ylagim yarashdimi? Ha, yarashibdi. Aha. Voy, yerida bitta 5-chi. Yana nima yezilib o'tiribsan? Siz menga e'tibor bermadingiz. Ay, ko'ylaging yarashdi dedim-a? Chiroyli bo'lib ketsa, siz kerak edi. Voy, chiroyli bo'lib ketibsiz. Endi kerak emas. Bo'ldi. Endi chiqing, aka. Mana chiqib aka. Yaxshi borib keling. Ana nima qildim yana? Yaxshi ko'raman deb peshonamda o'qishingiz kerak edi. Voy, yaxshi ko'raman, ke. Endi kerak emas. Xafa bo'ldim. Rahmatga kelib qilasiz, tezlashing. Alo dadasi, kechki ovqatga nima qilib qo'ying? Farqi yo'q, biron mazaliroq ovqat qilaver onasi. Bu gapingiz bilan oldingi ovqatlaring bemaza edi demoqchimisiz? Xafa bo'ldim. Bilganingni qilma, tushundingmi? Tushunmadim, Hamidov. Yo'q, emas. Xafa bo'ldim. Ishimizga qo'shib pullaringizni ham kirib yo'q qo'yman. Bular o'zi toza edi-yu. Hammayli bo'larish bo'pti, xavotir qilma onasi. Men yana jarang urish ko'ryapti. Siz meni urishmadingiz. Urishga manzilingiz tegapti. Xafa bo'ldim. Dadasi, mana qarang, kiyimlar biroz kichkina bo'lib qoldi, o'rtoqlarim ham baqara o'qib qolsa deb kulishyapti. Hammayli oz bo'lasan, oltin. Yoqmay qoldimmi? Bola tug'ib beramizdan keyin shunaqa semiz sasqa chiqamiz. Men o'zingni gapingga yetdim xolos. Menga har qanaqa holatingni ham yoqasan deyishingiz kerak edi. Xafa bo'ldim. Ha bu.
qilasan yo ati qilasanmi? Nima qilyapsiz? Onasi ishdaman. Yaxshi ko'raman. Bo'pti, mena. Nima mana? Ha, yaxshi ko'raman. Bitta sevaman deyishingizga arzimadimmi? Xafa bo'ldim. Marizaxon, yana nima qo'g'iz amudoriya bo'yoqsiz? Men qatnayman. Voyga men senga sani ichinaga biladigan. Ha? Maketimga keldi-yu. Mushi hech kelmasa ham mendan araz o'rasanmi? Bo'lmaganingiz uchun xafa bo'ldim. Mana nimaga erkaklar birinchi o'lib ketyapti? Chol, meni o'ylamadingiz-a? Mendan oldin o'lib ketganingiz uchun xafa bo'ldim. Ya bahor. Gapiryapsizmi? Uzunsan? Qancha ko'raychi? Ma, o'zing chore, rasvo qilding. Menda boshqasi bor. Gadoy Muroti, puling yo'q bo'lsa tuflab qo'ysam ham ichasan-ku, puling bo'lsa sirasi o'zgarib qolasan-a, ho'kiz. Chime, ozing pul bilan yorib yuboraman. Jasur abetga gummaymizmi? Yana gummanmi? Nima qiron kalli? O'zing puling yo'q paytda ro'tinda uog'ini ham terib yeysan-ku. Gummaxo'r, gummalarning o'zing yor sozingga qo'shib. Men restoran ovqatlanaman. Ya xarobadan chiqqan millioner. Jasur sigaretingni bitta ber. Ma, ochkasi bilan sanga. Mendan boshqa sigaret so'ramagin, men biror chekka sigaret chakmayman. Kechalik pichoq terib yurding-ku, kashanda. Qora kunlarni eslatmagin menga. Sen bir boyib ketmaganda ish qilib, Jasur. Yur, medumga boraylik, yangi kiyimlar kelibdi. Kiyim olganingga bir oy ham bo'lmadi-yu, nima qilasan so'roq qilib? Men bir oylik kiyim kiymayman, ochil bilasan-ku meni. Puling tushsa model bo'lib ketasan-a? Vashshe zo'r narsa ekan-a. 175 ming qolishdi. Ishim ham chotga ketdi. 149 ming ekan, bratishka. Ma boyoq kiyimlar 249 mingdan ekan. Ikkita ovoraman. Siz 49 ming ishimlarimiz bor. Ayyo, men bunaqa arzon ishim kiymayman. Buni ochilga beringlar, pulni o'zim to'layman. Deb qo'yaverayim, hozir puli bor-da. Pul yo'q payda yirtqichni kiyib yuradi o'zi. Aka plastingizda pul qolmadi. Yo'q-ku? O'rtoq, 1000 so'm berib tur. Shtuchni sigaret olay. Ye, o'zi kelib qolibsiz, gadoyvachcha. Men javob do'kondan energetik olib kelgan. Gadoy Murod, oylik tushdan deyman. Og'zing yopdima, o'zing ham qo'shib ol. Pul tushsa eplab olmay qoladi-a san. Bola taksi keldi. Oddiy chaqirmadingmi? Yo'q, biznes chaqirdim. Oddiy taksi chaqirsan ham ketaverardik. Ikkita o'tirlaring, o'zim to'layman o'sha pulni. Chakuye, bir senga pul tushmasinmi? Bo'pti, men boshqa joyga boraman. Nega yaxshi-ku? Narsalar hech kim arzon ekan. Ketdim, qimmatroq joyga boraman. Chiroyli, ko'rmaganni ko'rgani qilsin deb shu narsa kerak edi. Men kambag'alga bering, kam ko'z ishlatar. Xo'p deb qo'yaverasiz, pul tugasa o'ziga kelib qoladi. Davay bolalar, bugun bowlingga boramiz. Otani qo'shiq aytgisi kelyapti. Ketdik karaokega. Bugun kechga ishlasam plan qilmalaring. Ota bugun sallarni saunaga olib boradi. Javob bugun 5 ga 5 sastav bergin. Mazzaga botishaylik. Hammani pulni o'zim to'layman. Oqsuya, tejab ishlatgin. Oylik tushganiga endi 5 kun bo'ldi. Keyingi oyligingacha 25 kun bor hali.